Mening ismim Adil Hakimjon. Men hozir Stokgolmning Shvetsiyaning Stokgolm shahrida turman. Men tövəndə urug' tuqqanlarim to'g'riliq guvohlik bermoqchi. Meniki opam o'zi 54-yil tug'ilgan. O'rta boshlang'ich maktab saviyasida o'zining xizmat o'rni qurilish g'o'lja qurilish idorasida ishlaydi. Keyin men bu vaqtda pensiyaga chiqqan. Hozir hayot bo'lsa pensiyaga vaqti. Bu meniki inim bo'ladi, ismi Abdullah Hakimjon. Bu 83-yili tug'ilgan. O'zi o'rta maktab saviyasida, lekin bu yakki tijoratchi. O'zining bir dukani bor, shu dehqonchilik saymonlarini sotadigan dukani bor deyman biladigan vaqtlarda. Hozir meniki singlimniki yo'ldoshi ismi Abdulqahhor. 74-yil tug'ilgan. Bu boshlang'ich madaniyat saviyasiga ega, o'zi yakki tijoratchi, do'kon ochadi. Meniki dadam 1949-yil tug'ilgan. O'zi oliy maktab saviyasiga ega, o'zi o'qituvchi, xizmati o'qituvchi, 30 yillik o'qituvchilik qilgandan keyin men bu vaqtida mana 2000-yili pensiyaga chiqib, pensiya dam olish hayotini o'tkazib o'tdi. Meniki kaynimniki singlim, bu 1980-yil tug'ilgan. Bu o'rta maktab saviyasiga ega, kasbi mashinchi, kiyim tikish ishlari bilan shug'ullanadi. Bizning G'o'lchi Sharq Turkistonning G'o'lchi shahrida uyimiz, adresimiz men bu vaqtida 4-xon, Alçar Məhəllə 4-xon 22-qora idi. Keyin biz telefon aloqalash jarayonlarida 5-6 yil oldik. O ismlarni butunlay yo'tkab, hozir Gansu yo'li chiqib Xitoycha ismlarga o'zgartirib o'tgan adreslarni hozir. Men bu urug' tuqqanlarimdan toki 1996-yili 10-oydan keyin ta hozirgacha hech qanday izdirkini ola olmadim. Hech qanday bularning uchuri hozir hayotmi, tirikmi yoki lagerdimi, ularning hech qanday ma'lumoti menda yo'q. Bugünkidek shunday 21-asrda uchur aloqasi shunday taraqqiy qilgan, hattoki bir o'rmonlikda bir hayvon yiqilib yetib qolsa-mu, shuningga darrov signallar taqab uni qutqizgan odamlarni yugurib boradigan mushloq bir jahon taraqqiy vaqtida biz shaxsan men bu ota-onalarning urug'-tuqqanlarimdan hech qanday xabar ololmadim. Shuningdan men bu urug'-tuqqanlarimning izdirkini menga olib berish uchun butun xalqaro jamiyatdan yordam so'rayman va bu Xitoy diktatorligiga qarshi bu Uyg'urlarga tezdan yordam so'rashini umid qilaman.